Qadrli musiqa ishqinavandalari, mana ko'rib anglaganingizdek, bugun navozandalarimizning davrasiga Xorazm milliy musiqa sozida o'zgacha ohangga va jozibaga ega bo'lgan surnaychilarimiz ajoyib bir kayfiyat bilan Xonqadagi oromgohga tashrif buyurdilar. Bugun bu yerda bu ijod turining an'analariga, milliy musiqadagi tutgan o'rni-yu ustoz san'atkorlarimizning qadriyatlari haqida suhbatlashamiz va albatta dasturimiz davomida dilga yoqadigan surnay ohanglardan bahramand bo'lamiz. Xorazmda mashhur bugungacha nomlari esga olinadigan Quronbek G'ulomonchi otamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Matrasul og'a Matyaqubovlarning izdoshlari va ustozlari davrada mujassam bo'ldi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Surnay navolardan, surnay haqidagi fikrlardan bahramand bo'ling. Yo'ldosh aka, bu surnay sozining ovozi boshqachada. Bu endi qaysi davrlarga borib bog'lanadi buning shakllanishi, paydo bo'lishi? Endi sizlar ustozlardan ko'p narsa eshitgansizlar. Ramatjonning bir gapi bor. Ustamiz shamol deb, shamol. Aslında shamoldan ko'p narsa olingan. Tog'lardagi bor deydi, har to'shiklardan har xil sadolar chiqadi. Endi Farabiy, olim Farabiy aytadi, hamma asboblar odamning ovozidan shakllangan. Birinchi odamning ovozi turadi. Shuning ichida Farabiy rabob deydi. Rabob bu hozirgi nada g'ichakni aytgan ekan. G'ichakning ovozi inson ovoziga yaqin. Endi shuning ichida eng yaqini surnay Farabiy aytgan. Surnay odam ovozini shuni net biladi degan. Odamzot paydo bo'ldiki, bu sozimiz yaxshi kunlarda xalqimizning yaxshi kunlarda jaranglab, quruq bir to'ylarda emas bu. Hali masalan shu Xorazmga temir yo'l kelganini bir eslasak, temir yo'lchilarning ham shu o'zini qaysi vaqtda ovqatlanadi, qaysi vaqtda ishga chiqadi, buni surnay bilan boshqartirilgan. Shu davrlardan. Firuzxonning davrida 40 sunachini saqlab, cho'rashlarni ta'minlab qo'yganlar. Suvorachilar alohida, xalpalar alohida, makomchilar alohida, shoirlar alohida, ularni har qaysini shuni uyini hamma shuni ta'minlab turgan mablag'lar bilan Firuzxon. Saqli Navoiy kuyimizni sunnayda endi ko'p ustozlar chalgan. Quronboy ustalar, Qodir otamiz ina, men shu Qodir otani plastikada chalganini shu Lezgida davrida Komiljon Atanizovni rahbarlik davrida shu yerda
Kvadratani yanına borib biraz shulardan o'rganganman shuni. Kvadrata asosan Xorazm Bulamonini yaxshi chalgan. O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist bo'ladi. Komiljon ustaning plastikalar bor. Shu plastikalardan Savti Peruzlarda shunday Bulamonni chalib qo'ygan. U qo'shnidan ham yaxshi ijro qilgan shu. Kvadrata yaxshi sozanda bo'lib o'tdilar. Bulamon chalg'usi o'zi sunnat sozidan keyin yaratilgan. Ana shuni hali bolasiman deb aytilganda, u sunnayni bolasi deb ham yuritilgan u. Shunday o'xshashligi uchun shunday aytilgan. Bulamon soz ham eski soz. Komiljon aka, Surnay haqida rivoyatlar ko'p. Umuman soz bilan bog'langan, musiqa bilan bog'langan rivoyatlarimiz ham surnaylarga borib taqaladiganlar bor. Eshitganmiz shuni. Bir eshitganimiz var, Xudoy taolo odamni yasab jon girizaman degan vaqtida jon girmadi dedi. Shu vaqtda hamma narsani ishlatib ko'rib, sunnayni chirtganda jon lip girdi degan yeri bor. Bu nichalar rost. Ha uni ku bilimimizda endi bizlar ham Qur'on boyatalar bilan zamondosh olganimizdan faxrlanamiz. Ha o'dinchali ustalarning qatorina, Qur'on boyatalarning qatorina o'tib qolamizni bilmay qolamiz. Makara. Yine hazır Kadratan'ın söylediğiniz Kur'an bayata söylenip durdu. Ondan başka hele bir adı çıkmayan niçe sunnatçılar bordir. Köp bağın bize bilmeyenlerimiz niçe. Bular uchun endi izlanish kerak, tadqiqot qilish kerak. Tadqiqot qilish kerak, yine metresi olup da şuhurlandı. Hazır indi biz hani bu oblastimizda Rozmet deyen yiğitimiz var Xivadan. Şu bir azgına hareket etib yurtdi. O'rganilmay qolgan, sizlar eshitganu bugun amaliyotda yo'q bo'lgan kuylar haqida nima bilasizlar? Kuylarni men bir Nediremeddin deyen kuy var edi. Ustası bilasizmi yok mu? Bizde bala olganımız bu meselelere itibar etmeyemiz hem, kızıkmamız hem, üzerimizden başka sunnatçı yok, bulamançı yok de yürüyüveriyemiz. Ahengini Metresul bile Adam Bayaki Rahimov diyen bir muzikantımız var edi. Xivada. Şu Nediremeddin'ini rıbapta bilərədi, şunu Metresul'a üretip durganını mən güvaqıma. Metresul Adam Bayatanı tutup Adam Bay Ustanı. Şu yanında erinmeyi katnadı o. Muzika mektepte iş yerədi Adam Bay Usta. Şu ya Nediremeddin'i üreyenemende bir iki katnalarında mən güvaqıma indi bir. Nediremeddin ki ben de Adam Baya bilen dost edim. Birge okudu konservatuariyadan. Metresul'a mən şunu öğretib yurtman dedi ki nota qalgan bu. Adam boy. Şu notalı indi ben şunu derib yazıb aldım. Bu işlere kızık ama. Şu bilen nota lazım nota. Indi köp bakıp onu karamik koyduk. Ozgina ohangini bilasizmi? Lang lang lang. La 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 lang 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 lang. La 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 lang 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 lang. Lang 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 lang. Lang 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 lang. La 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 la. Taniqli navozanda, sozanda Fayzulla Makchonov bugun mana yoshlar davrasining mehmoni. Fayzulla otam hali hanuz ijodiyot bilan shug'ullanadilar. Bugun ham bizga yangilik olib kelgan bo'lishi kerak. Benim yaşlık vaktim sunnay kuyları bilen başlangan. Hazırgacha şu sunnay kuyları kellede var. Vaqtları toylar kur bo'lar edi. Kur vaqtında ashulachilar kam edi. Birinchi sunnay turar edi. Olomon yig'inlar eng başından başlaydı. Undan keyin darvarchilar ham sunnay bilan, hoqqacham sunnay bilan ijrosida, masxarabozlar ham sunnay ijrosini, kuylarini ijrosida o'yin qiladi. Shulardan kellamizda turgan 50-60 yillar. Men shu qiziqanimdan şu sunnatçılarının arkasına varayıp oturup işletim oynadım. Orada sunnatçı diyen vardı. Cüda usta adam vardı. Makam küllerinden bilerdi. Köpünce şularla işitip, o vakında mağitafonam yok. Fakat işitip, tınılap durup yazlısan. Hazır ansat. Bu telefonlardan var. Hemen her şey yazlaşam ansat. Bari bilmişsen. Şu vakında bizler şunda vaklarında öğrenip kaldık. Keyin şu okuşa girip, öğrençe şurada Hemşerip Atacanıp ustazımız sunnay klası açıp bana okutup, Kur'an boyasından usta tutup, bunlardan hem biraz öğrenip, şöyle sunnay klası açıp, müzika mektebinde
Ana hazır sınayçılar köpeyip gitti. Vaxtında bir 10-15 sınayçı kabul kılınmadı. Metresi, Seddin, yine birazları. Hazır yine Xudoya şükür yine sevindim bugün. Şunçalli sınayçı yaptı. Bundan keyin yine köpeğe Sınayının ki ahengi bu her bir çalgı hesabından ham yakımlı seziladi. Eng yaxshi ko'rib chaladigan kuyingiz nima? Narim narim, Lezgi, Alikamba, Peşravi Dügoh, Muhammed Uşak. Ben birinci klarnete kabul kıldım. Klarnette okudum. 70. yıl bitirgenden keyin Ebşirip Usta bana mecbur kıldı. Sunnaya vergen dedi. Sunnayçılar yok dedi. Yaşlar yok dedi vaktinde. Yoldaşım sunnay içmezdi vaktinde. Ebşirip Usta sunnay klası açıp şundan sonra köpeyip gitti. Özüm son sunnayam düzeltken ben bir 20'lerin sunnayam düzelttim. Hamma narsa ahamiyatiga ko'ra noyob, muqaddas, aziz tuyuladi hayotda. Ayniqsa bir ijodiy harakating bo'lsa, ijodiy izlanishing bo'lsa. Mana sizning ijodiyotingiz bilan tanishib turibmiz. Ustoz, mana shular haqida ozginagina bir e'tirof qiling, qani tahlil qiling, bularni yig'nashingizga sabab nima? Kızıkkanım için hele sanatga girmesinden aldığım şu Ermeni'de buldum Moskova'da. Şu vakında Raj Kapur'un özünün aytkan koşukları var idi. Ruski Snake diyen. Özünün avazında aytkan. Hele Cenab 420 kino filmlerinden. Endi ustoz, hamma narsaning o'z ahamiyati bor. Bu ijodiy to'plagan mana shu merosingizning ham ahamiyati bor. Özüm eğer şuna kızıkmasam, ben şu içinde bütün klasik eşileçilerin eşileleri var. Berçesinin. Taşkent'in, Özbekistan'da atılan Xarezm eşileçilerinki var. Ama şu çetillerinki var. Hintçe, Azerbaycança, Afgança. Şuralarını yığıp verelim lan. Bir yere gastrolara barsam başlayıp kultta var derlerdi konu medeniyet malları. Şuna giremem, plastinke var mekende. Yakaton plastinke olsa alıp kata veremem. Hani şular, benim baylıkım şular. Şular ide tursa, bizim hatırcam bulama. Ustozlar qatorida bir namuna chalish uchun qo'lingizda qo'shnayni olgansiz. Nima chalib berasiz? Ozgina endi o'zingizdan bir jonli ohang boshqacha bo'ladi-da. Alohida muzika mushkulot deydi, chalg'u qismlarimiz bor-da, maqomlarimizda ham boshqalar. Endi aytim yo'llarimiz ham bor. Endi bizlar ko'proq Nazira Yusupovaning Talqini Rostni radioda eshitib, shuni mazaq qilib, shuni qo'shnayda chalib bo'lmasmi ekan degan şunu Talqini Rostni konkurs bo'lganda 83-yilda shunda men konkursdan shuni chalgan hozir bir kichkina qismini shu chalib beraman hozir. Xiyada Mətəqib Dəmirçi deyən şair ötken. Her ülkede kellengni xırman kılamızdı Hitler diye şiiri var. Hem ne peyda var mı? Ne peyda. Biz bu ağında ösken gülünü horlama. Şunda bir kubleti var. Gep gepe geliyende gepni aytmasan,
Nanlı tandır kızganında yapmasan, kuş daraxtda oturganda atmasan, uçkandan son atkan oktan ne peyda? Acayip bir yaxşı gep bolup turupdu da endi. Mundayını ya boladı ya bo'lmaydi. Vaqtdan peydalanıp şimdi imkan etdi. Mene bir teklifim var edi. Usta aytib ötdiler, sunnayını klasını açtı, sunnayçılar köpeydi. Şimdi mene bir teklifim var, Bulaman klasını açış gerek. Bulaman sazı doğrusunda azı balladan soran, uluraqlardan soran bilmeydiler. Şundan bir yaşrak yiğitlerini tapış gerekten Bulaman klasını açıp musiki mekteplerde, uçilişede şunu yola koyuşunu ben taraftarımam. Kamiljon ağa Hacıxon boboning davomchisiz. Bugun surnaychi ustozlar bilan didorlashdik. Ana shu Xonqa zaminidagi bu didorda nima voqealar, xotiralar esingizga kelyapti? Ustazını eslab o'tdingiz. Ana shu bir voqeasi bor. Biz hali yosh paytimizda Hacıxon ustozlar şu davralarda yurgan 6-sınıf davralarimiz, şu to'y, sayil bayramlarda ashula qilardilar. Biz balalıkta barıp şunu internet görerdik de sana çekildik. Kızıkış. Bo'lgani uchun. Şu paytlardan şu Xonqa tumanida o'tgan Quronboy ota degan bir Quronboy qiziq deb aytaradilar. Surnaychi bo'lganmi? O kishi surnay ham chalganlar. Surnayni keyin bir chalib qo'yardilar. Asosan Hacıxon ustozning davrasida oldida shu o'yinlarini ko'rsatib berardilar-da. Demak, o'yinchi raqqosa ayol kishilar kamchilik qilgan, bu kishiga yuzlanishgan ve hatta ana şu ağzıda alov pürkep oyununa mana şu atadan kalgan. Ana şu devrelerini görgendik. Keyin o ahırıca kırıp surnayını alıp surnay çalardılar. O paytda indi Hacıxon ustaz şuna to'xtatgan payti bo'lardi da. Quronboy ota, Quronboy qiziq deb ana shular esimizda qolgan. Endi afsus o paytlarda bunday lentalar yozish bo'lgan emas. Surnay ustozlari mana hozir ham bir shahar Xorazmda. Şu ustozlarni ko'rib qolgan. Shularning duosini olganlar. Şu ustozlarni ko'rib, Fayzulla ustozni ko'rib, yoldaş ustazlarını görüp ve kuvvanç hissiyatı payda buldu. Ben şu cayda. Ve şagirdlerini bana görüp qarang, bir-birinden çıraylı, bir-birinden yaxşı icra qiladigan surnay, ne fakat surnay, qo'shnayni ham icra qilishadi bular. Bolaman çalgı asarlarını hammasini icra qiladigan ustoz darajasiga erishgan shogirdlar. O'zingiz surnay sozidan qanday zavq olasiz? Kuylaridan, ohanglaridan. Surnay tavuşu kattı, instrument surnay haqida agar aytadigan bo'lsak, farsça sur degan so'zdan olingan o'zaki. Sur, to'y, bayram degan va nay qo'shiladi da. To'y bayramlarda chalinadigan puflama, chalg'u asbob bu. O'z yo'li bilan o'zi aytgandan odamning o'zi ilhomi kelib qoladi. Odamning ishidan bir albatta ijodkor bo'lsa shu ijodni qaynatib yuboradi. Bundan lazzat olmaydigan, surnayning tavushidan bir kayfiyat ko'tarilmaydigan inson bo'lmasa kerak. Hacıxon otaning yonidan surnaychilar so'nggi davrlarda yurgan bo'lishi kerak. Quronboy otani biz bilib qolgandik. Teatrda ishlaganlar, ijod qilganlar Quronboy ota juda bir yaxshi surnaychi, juda bir mohir qo'shnichi. Shunday puflama chalg'u asboblarining mohir ustozi hisoblangan. Biz u kishini men ko'rib qolganman. Quronboy otani ko'rishga shunday bir musharraf bo'lganmiz. Chunki 1993-yildan men viloyat teatriga ishga taklif qilinib ishga tushib qolganman. Shu davrlarda Quronboy ustozini qaragan chog'lari bo'lsa ham ana shunday ko'rishib qolganmiz. Filmlarni ko'rsak, mana Hacıxon ustozini film konsert bor bilamiz. Shunda hammasida Quronboy ustoz yonlarida yo bo'lamada, yo qo'shnayda ashulachining ovoziga amuqtaligini qarang bu asboblarni. İnsanning ovoziga, tavushiga yaqin. Shuning uchun albatta qo'shib turadi bu. Sazandaga, hofizga albatta dalda berib turadi, to'ldirib turadi.
Hoş bu halinde kılıver birinci dinlemizden Dimeni cemiyet eli ne için ana söylesen Tilbe küllüm menzilizi Pi perişan ile bir Aklı şunni bir kay Li belatan raziye Kaz kıldi hasta canın Niyenatan raziye Ağayi neyley anım ben bin atan raziye Bir dikün kişverin ah Hızafata raziye Hüller kim ul emiri Hüsnü devrani dermüren Surnay çarlavçı, musik asbabı. Toyunu aldığından berelle koyup avazı kattık ki tavuşu. 7 mahalle geçtiredi. Şu çarlavda toy başlanıktı, ha, kettik. Toy başlanıktı, yürüyün. Degen mana buladı. Bunu eğer yine tarihe karayacağım olacak. Emir Temir babamız devrinde bu surnaydan faydalanırken. Koşununu aldı da koyup 4'te 5'te surnayını çaldırıp gelirler ki düşmanca lerzet savaşı. Düşmanını korkutuşma arasında yani faydalanın yani gördünüz mü? Askerlerinin keyfiyetine göre cengavar keyfiyet başlar. Bunu asasen Orta Asya, Kafkas ve bizim yani şu Özbekistan'ımızda, Tacikistan'da köprak anene keyfiyeti ruvajan yer esbab. Onu yasaşada kattık materyalli daraklarda. Yani kağıt, örek, daraklardan faydalanışar. Mana shu qo'limdagi surnayni ana meni qaynotam 85 yoshida hozir. Qaynotam Ozod Sultonovning otasi Sultonboy ota. Sultonboy otaning otasi Polvon ota. Polvon otaning otasi shu surnayni chalganlar. Bu surnayning tarixi 1830-40-yillarga borib taqaladi. Salkam 200 yillik tarixga ega. Hozir shu qaynotamning ukasi bor, Ro'zmamat aka doktor. Shu inson buni ko'z qarachig'iday asrab kelyapti. U 4-avlod Ro'zmamat akam. U san'atga juda shinamanda, shu bobosini bobosi sunnaychi bo'lib o'tgan. Hozir bir nevarasi ham bor. Bobomurod suvoralarni yaxshi kuylaydi, ovozi bor. Men o'ylayman, hozir ana shu sozlarni qaytadan ana targ'ibot qilyapsiz. Bu juda yaxshi mavzu. Chunki hozirgi kelayotgan yoshlar ham shuni o'rgansa, avvallar kelin tushganda surnay bo'lmasa, umuman kelin tushganga o'xshamas edi. Sotimboy og'am bor edi rahmatlik. Meni chaqirib, o'g'limni uylantiraman, jiyanim to'yini o'tkazasan, lekin shartim bor dedi. Qanaqa shart desam, Quronboy ota kelib kelinni surnayda tushiradi dedi. Ondan keyin men tanimasam bo'ldi, so'z berdim. Adamboy Bobojonov yoniga bordim rahmatlik teatrga. To'yini birga o'tkazar edik. Shu Quronboy ota yana borsak ishonchli bo'ladi. Siz bilan borsak, siz bilan yaxshi. Gapni qisqa qilay. Shu Quronboy otani gaplashib olib keldik. U paytlar ya katta bortovoy mashinada turib surnay chalib kelar edilar. Quronboy ota doirachisi bilan surnayni chalib keldida sakrab tushib, bu 85-yillardagi voqea endi bular. U paytlar ancha chaqqan edilar. Kelinni kelyapti deb suyunchi olmoqchi bo'ldi Quronboy otamiz. Suyunchi bering, kelin kelyapti deb u paytlari shunday odat bor edi. Keyin Sotimboy og'amiz bolalarga aytdi, "Boring, bir katta xo'roz bor, ushlab chiqinglar Quronboy otaga, suyunchini beringlar" dedi. Ushlab keldilar. Quronboy otamizni qo'liga berganda uni oyog'ini bog'lashga ham ulgurmasdan kelin kelib qoldi. "Ha, surnayni chaling, kelin keldi" degan bilan shoshilib surnayni chalishga xo'rozni oyog'ini tagiga bosib qo'yib surnayni chalib boshladilar-da. Keyin o'rtada o'yin kulgi, raqs qizishib, doirachini tezlataman deb oyog'ini bunday qilgan bilan
Xoraz kaçıp gitti. Ortada devrede xorazı yürüptü. Yaş balalar izinden onu kulab yürüttü de. Juda bir esden çıkmaz. Kur'an boyatan hem esledi gene. Hanka tümenimiz hakikatte bir sanatkarlar yurtu desek yanlışmıyız. Bana hemmege məlum Hacıxan Baltayev'la, Orunbay Atacanov'la, Cümenezer Açilov'la elimize yurtumuza hizmet kılıp ötken. Beni yanında turgan Polatbay Açilov'la salalasının vekili. Bu yigit ribop boyunca köp işlerini tayarlagan riboplarını. Lekin bitta joyda surnayını görüp ana şu surnaya bir insanın şu işini kılıp bilalmaysan degen sözü bilen özüçe surnayını yaratıp ustazlara hatta şunu abarıp çırttırıp görüp kursant bolup yürüttü. Endi bu aile toğrusunda köp gepiriş mümkün. Rahmetli Cümenezer Ekem Açilov'am elimize yurtumuza juda bir özünün sanatı bilen uğsuz toy bolmasaydı. Mahallede kaysı bir toyga barsanız növbet verirler idi. Keyin bundan kettesi benim dostum Koşnazer. Uyam kaysı toyga barsın elbette o insanlara növbet verirlerdi. Özlerinin koşukları bilen çusti gazallarını aytıp halkımızı kursant kılıp yatırlar. Surnani yasaşını bilmeysen degen bir Türkçü oldu şu meselesinde ama surnani şunday kılıp yasap özüm bu Taciyop
yoldaş akama alıp kelip bugün şu tedbirde ko'rsatib, çaldırıp, zapis kılıp aldım. Endi shunday tarif berdi, men xursand bo'ldim. Juda yaxshi bo'lgan. Yana birinchi marta qilayotgan ishingiz bo'lsa, keyingilarni hammaga qayilmaqam qilasiz deb menga ta'rif berdi. Bu tutdan bo'lgan. Tut 120 yil bo'lgan bu tutning ko'milganiga. Ammo shu yo'ldosh akam aytayapti, bu yangiga o'xshamayapti-ku dedi-da. Bunu ben çalışını bilmeyeyim. Özüm tar çalaman, daire çalaman, koşuk aytaman. Lekin bunlar seni hemen çalanmasa sen bunu. Yine oğullarımız, nevarlarımız var şular örgenip devam kıldırsa koşuka nöbet gelen takdirde şu ekemizden bizce şu nima deydi? Bizning ustozimiz şu ekemiz boladı Jumanzar ağam. Ayniqsa şu ağam safti suvarlarga shunday yangilik kiritib yaxshi gazallarni aytadigan edi. She'ram yozib turaman. Endi hozir qo'shiqni aytishga menga tarsiz aytish imkoniyatim yo'q. Sozi suhbat, jonga rohat, yaxshi mehmonlar bilan. Ketsagar huzuru halovat, bilki nodonlik bilan. Soz qilsang tinglasildar kunt bilan, mehri bilan, xizmatingni qilmakanda ulg'ayarsan xalq bilan. Qani ohangda bir endi safti suvoradan Jumanazor Ochilov kuylagan. Maqtama bağlığını koy farzan şirin. Yinglagan malını koy farzan şirin. Meyvesiz bulsa darak ne halavet sayesi. Yinglagan malını koy farzan şirin. Rahmat Po'latjon og'a, ijodingizga yuksaklik tilaymiz. Surnay asli eng qadimgi eng ko'hna soz bo'ladi bular. Surnay, qo'shnay, bulaman. Hojixon bobomizning ham davrida ansambellar bulaman soziga sozlangan. Bulamanga tayanib ansambel yuritilgan, soz olgan. Ne ustozlarimiz Matraslag'am, Matyaqubda o'qidik, ta'lim oldik. Gurlandada ham ajoyib surnaychilar bor edi. To'ra bobo, Shernazarov, Karim otam. Ularni qo'lidagi soz, hozir unday soz yo'q. Ular chalgan soz yo'q. Zuchanasi fortepianoning nimasini beradi-da, qadimgi sozlar. Bu sozlar kimda qoldi, kimda qolmadi. Lekin bizlar yosh vaqtimizda Karim otani, To'ra bobolarni ko'p eshitganmiz, quloq qondi bo'lganmiz. Ummat Subharatov nomli bilim yurtiga o'qishga kirdim. Shunda hali hech qayerda bo'lmagan ish bo'lgan, maqom an'anaviy ijrochilik bo'limi ochilgan. Birinchi bo'lib Xorazmda. Ungacha bo'lmagan. Birinchi bo'lib shu dargohni bitirib chiqdik, o'qidik. Maqom ustozlarimiz Madim aka Yaqubov, Rustam aka Boltayev, Matraslag'am qo'lida o'qidik biz. Hamma sharoitlar bor edi. Qadam aka Musayev yaratib berdi shu nimalarni, ansambellar ochib berdi shu davrda. Surnay soz ham rivojlandi. Buni avvallar ko'p o'quvchilar o'qimas edi Surnayda. Kengaydi safimiz. Rustam aka Boltayev bilan ustozimiz Matraslag'am qo'sh bulaman sozini yaratdilar shu davrda. Bu yangilik bo'ldi hammaga. Endi shuni hozir ijro qilib yurgan Lochinbek ko'pchilik surnaychilar ijro qiladilar. Surnay bilan birgalikda albatta qo'shnayni ham, bulamanni ham olib borish kerak. Baxshi ashulalarida bulaman yetakchi o'rinda bo'lib turadi. Men istagam hozirgi yoshlarga bulamanni ham keng targ'ib qilib, foydalanib, to'ylarda, yaxshi kunlarda ijro qilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Gurlanda To'ra otani ko'rgansiz, Karim otani ko'rgansiz. To'ra ota haqida so'z ketganda ko'p ijod namunalari ham yodga tushiradi. U kishi To'rg'ay kuyini maromiga yetkazib ijro qilgan. Sizlar harakat qilmadingizlarmi shu kuylarni davomiyligiga hissa qo'shishga? Endi to'g'ri, To'rg'ay chirlama deydi. Buni Matrasul Matyaqub ustozimiz studiyada yozib qo'yibdi, chiroyli qilib. Chalamiz To'rg'ay chirlama. To'rg'ay o'zi qushning havodagi parvozda shamolga o'zining qanotlarini qog'ib, muallaq turib, boshqa bir harakatlar, qalb harakatlar qilib, shuni ta'riflagan asosiy bu kuyda-da. To'rg'ay kuyda. Bu ijod namunalari biz uchun o'lmas meros. Men o'zim ko'pincha eski yozuvlarni, tarixiy yozuvlar bo'lsa, shu o'zlarimizning Telegram gruppamiz bor, surnaychilar, Xorazm surnaychilari. Tashab turaman yoshlarga eshitsin, o'rgansin deb. Chiroyli suhbatlar, mulohazalar, takliflar bo'layapti. Albatta, Surnay, Bulamon
qo'shni sozlarning ilmiy ijodiyotda bardavom bo'lishiga chin ko'ngildan tilakdoshmiz. Suhbatlar uchun katta rahmat. O'zbek milliy musiqa ijrochiligida surnay sozining alohida o'rni va jozibasi borligini mana mulohazalarda, ijodiyotda, amaliyotda ko'rib xulosa chiqarayapmiz. Bugun yosh ijodkorlarda ham bu san'atni ilmiy tarafdan targ'ib etishga bo'lgan munosabatlar paydo bo'lyapti. Aynan davrada ana shunday ijodkorlardan birisi Ergashibek Matyaqulov qatnashyaptilar. U kishining xulosalarini, fikrlarini va albatta ilmiy izlanishlar boshlagan jarayonlarni birgalikda tinglab olamiz. Ergashbek, qanday ilmiy ishlarga qo'l urdingiz aynan surnay sozi bilan bog'liq jarayonda? Men shu Urganch davlat universitetida faoliyat olib borish bilan birgalikda ilmiy faoliyatni ham qilib yuribmiz. Hozirgi kunda Xorazm surnay yo'llari degan mavzuda ilmiy rahbarimiz, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Botir aka Rahimov bilan shu ish jarayonida qilib turibmiz va ko'pgina tarixiy yozma manbalarni o'rganishga to'g'ri keldi shu ishimiz doirasida va unutilayotgan, esdan chiqayotgan ijrochilik amaliyotida kam qo'llanilayotgan ko'pgina surnay ijrochisi bilan bog'liq asarlarni duch keldik va u narsalarni bugungi kunda notalashtirish va jonlantirish ishlarini olib bormoqdamiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, surnay chalg'usi yoki umuman aytgan vaqtida puflama chalg'ular bular dastlabki odamzodni madaniy tizimga o'tayotgandagi bo'lgan dastlabki yaratilgan, iste'mol qilingan chalg'u asboblaridan birisi hisoblanadi. Bu haqda tarixiy, arxeologik va boshqa yozma manbalarda ham yozib o'tiladiki, shu bilan birgalikda ustozlar, olimlar orasida shunday rivoyatlar ham bor. Bu to'g'risida, masalan, odam yaratilishi yoki bo'lmasa boshqa shunga o'xshagan hikoyalar bor. Shu bilan birgalikda O'zbekiston hududidan topilgan chalg'u asboblar, eng qadimiy chalg'u asboblarini ham dastlabkilari shu puflama chalg'ulari, xususan hayvonlarning suynaklaridan yasalgan puflab chalinadigan chalg'ular shu topilgan va bu tarixiy kitoblarda, musiqiy tarixi bilan bog'liq kitoblarda bu aks ettirilgan. Bizning Xorazmga xos bo'lgan puflama chalg'ulardan bu surnay va bulamon hisoblanadi. Bu haqda bundan 100 yil burun Moskvada chop qilingan Mulla Bekjon Rahmonoğlu va Muhammad Yusuf Demozodalar qalamidan mansub bo'lgan Xorazm musiqiy tarixchasida bir qancha musiqiy chalg'ularni yozib o'tadilar. Xorazmda amaliyotda bo'lgan chalg'ularni va shular qatorida surnay bilan bulamon tilga olinadi. Va keyinchalik puflama chalg'ularimizni ustozi hisoblanadigan Quronboy Bobojonov Xorazmga qo'shnay chalg'usini yoyilishida, kirib kelishida katta hissa qo'shgan. U kishi Vodiy, Toshkent, Farg'ona Toshkent yo'nalishida ijrochilik maktabini yaratgan Ahmadjon Murzakov gastrol safari bilan Xorazmga kelgan vaqtida shu ustoz yana borib, men ham shunday puflama chalg'ularni ijro qilaman. Sizni shu chalib yurgan qo'shningizni sadolarini eshitganman deb shunday aytib o'tadi va ustoz Ahmadjon aka unga qo'shni sovg'a qilib, shu narsani puflab, chalib, ijro qilib yur deb sovg'a qilib ketadi va shundan Xorazmda qo'shni chalg'usi bugungi kungacha shu darajada sevib ijro qilinadiki, hatto masalan O'zbekiston yoki butun dunyoda o'zbek musiqasi degan vaqtda Xorazmga xos ohanglar bu qo'shnay bilan beriladi. Qo'shnay, surnay, bulamon bular Xorazm koloritini beradigan, shu o'zini chalg'usida, ijrosida beradigan chalg'u asboblari hisoblanadi.
Meni yonimdagi suhbatdoshim mashhur pulamonchi, surnaychi otamiz Quronboy Bobojonovning nevaralari bo'ladilar. Oybekjon Bobojonov, xush kelibsiz. Boboni qaysi sifatlari bilan, qaysi fazilatlari bilan esga olib yurasiz? Bugun nima aytib bera olasiz? U kishini qanday hislatlari bor edi? Otamni sho'x bir to'ylarni qizdirib, qo'shiq aytib, bir sunna chirtib, olomonni yanglab, bir to'ylarni qizdirib, to'y o'tirgani uchun xalq juda yaxshi ko'rgan. Bizlar ham shuni o'rgatib, shu otamni hislatlari shu ham qo'shiq aytaradi, ham o'ynab, shu xalqning ko'nglini olib bir to'yni bir zo'r zavqlatib o'tiraradi. Endi bu surnay cholg'usidan tashqari bo'lgan bir o'ziga xos ijodiyoti edi-da u kishining. Ha, shu otam Xorazm kuylarini targ'ib qilib, ijod qilgan ustoz deb hisoblayman. Lazgi, g'ayri dam-badam deb o'zi o'ynab, o'zi aytib, shuni bir xalqni bir quvontirardi to'ylarda. Otam mana shu bolam urgan, men shu xalqni shu yashimog'dan 2 yil bo'ldi xizmat qilib nonni yeb keltirman. Sen ham shu karni tut deb bizlarga o'rgatib bir qancha shogirdlarni yetishtirgan. Otam shunday bir xushchaqchaq, bir sho'x inson edi. Borgan yerida o'yin gulga deb, hozir odam nera borsak ham otangni ina bu guringi, otangni bu guringi deb bir so'nib, aytib so'ntirib o'tirar edilar. 5, 6. Hala adam tanıkamaz. Vakt var. Bir zaman sabır kılınlar. Ana mustakiyatır, ana mustakiyatır. Ana geldi, ana mustakiyatır, ana mustakiyatır. Ana geldi, ana. Niye geldi? Ana yaşını gelip kaldı. Assalamu aleyküm gelip ağa. Dalı. Ayında açaman. Arina facazda. Arina facazda. Ara içerisinde facaz. Üfleme çalgılar halkımız arasında juda ham sevimli bo'lganligi uchun bugungi kungacha deyarli büsbütün o'zgarmasdan ijro qilinib va bugungi kungacha yetib kelgan. Shuni aytib o'tish kerakki, masalan, yaqingacha katta davralarda, olomon yengilgan joylarda albatta surnay ijrochiligi bo'lgan. Ayniqsa shu Xorazm. Endi boshqa hududlarimiz, O'zbekiston boshqa hududida ham bo'lgan. Xorazmda olomon yengilganda, odamlar yengilgan, masalan, turli sabablar, boshqa to'y, bazm, boshqa bir sabablar bilan yig'ilgan joylarga albatta puflama chalg'ulardan surnay shu davraga o'zina xos birinchi navbatda odamlarni olomonni yig'ish, ularni ko'nglini xush qilish va shunga o'xshagan bir ijrochilik namunalarini ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchidan shu odamlarni xushchaqchaqlik, o'zina xos bir ichki ifodalarini raqs orqali ifodalash uchun shuning surnayda turli uforlar, sho'x asarlar ham ijro qilingan. Bulamon bu yaqingacha bizada maqom chalg'u asbobi deb hisoblangan. Chunki bulamonni chalg'u diapazoni maqomda ijro qilinishi mumkin bo'lgan pardalari juda ham yaqin va shu asosida tuzilgan bulamon chalg'usi. Surnayni ham o'zina xos ijro uslubi bo'lgan. Masalan, ustozlar aytib o'tganidek, masxaraboz, darbozlar bilan olomon ko'p to'plangan joyda shu surnay asosiy ijrochini yoki olomonni qiziqtiradigan, yuqorida tepada turadigan darboz yoki masxarabozni harakatlantiradigan asosiy vositachi bo'lgan. Ya'ni bular bir teatr bo'lgan va shu teatrda musiqa qismini surnay doira jo'rligindagi ansambl kutargan yoki bajargan shu narsani. Xalqning orasindagi yetishib chiqqan ustozlardan yaqinda ilmiy shu ishimiz doirasida ko'p narsalarni audio yozuv, ustozlar bilan suhbat jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, demak surnayda ham ma'lum bir kuylar ijro qilingan. Masalan, olomon yenglar degan so'z bilan yoki shuning so'z birikmasi bilan ishlatiladigan bir qancha kuylar bor. Bularni masalan kimlardir Ali Kambarni chalgan, kimdir Ufar yo'lida bir nimalarni chalgan. Masalan, Mang'it taraflarda o'zina xos olomon yenglar kuyi bor. U ham o'zina xos. Shu o'rinda ijrochilik maktablarini ham to'xtalib o'tsak, bizning Xorazmni o'zida Xorazmga xos bo'lgan ijro maktablari har hududda turlicha ko'rinish kasb etgan. Masalan, Xazariz, Xanqa, Urganch taraflarda bir xil uslub bo'lsa, Shovot, Mang'it taraflarda boshqacha uslub bo'lgan ijrochilikda. Xazariz, Xanqa, Urganch, Xiva taraflardagi ko'proq maqom sifat, yirik shakldagi asarlar, agar xalq tili bilan aytadigan bo'lsak, og'irroq kuylar ijro qilingan bo'lsa, Shovot, Mang'it taraflarda masxaraboz,
darboz yo'lidagi kuylar ko'proq jo'shqin bo'lgan narsalar ijro qilingan. Endi viloyatda ham maqom sifatmalari ham bo'lgan, lekin masxaraboz va darboz yo'llari juda ham keng rivojlanib, bugungi kungacha ham saqlanib qolgan shu narsa. Qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar inson o'zi ulg'ayganini, ustoz bo'lganini uncha sezmaydi. Sizning ham ijrochiligingizga, ijodiyotingizga ancha yillar bo'ldi. Ustoz bo'lib qolibsiz. Ustozlar davrasida sizni ko'rib xursand bo'ldik. Aytganingizdan baribir hali o'zimizni shogird deb hisoblaymiz. Hayot o'tadi, umr o'tadi, lekin baribir san'at, madaniyat hamma qoladi. 2 yil, 3 yildan beri shu Xorazmda surnaychilar, bulamonchilar hammasini bir joyga to'plash niyatimiz bor edi. Xudoga shukr, bugun shu narsa amalga oshdi. Davlatimizda yangi imkoniyatlar ochilib turibdi. Mana prezidentimiz ham shu narsalarni qo'llab-quvvatlayapti. Shuni biz guvohi bo'layapmiz. Shu Xorazmda yo'qolib borayotgan eski shu ota-bobolarimizdan kelayotgan mana shu surnay chalg'usi, bulamon chalg'usi albatta yo'qolishi kerak emas. Buni bizni ustimizda turgan bir vazifa. Biz shuni saqlab qolishimiz kerak. Kelajak avlod shuni bu nima ekan, bu surnay, bu bulamon nima ekan deb bilmasdan o'tirmasin, shuni o'rgansin. Shu narsani biz shuni tarixda shuni yozib qoldiryapmiz. Bizning maqsadimiz yana shu yosh shogirdlarimizga surnay chalg'usini butun sirlarini o'rgatmoqchimiz. Yangilik kiritmoqchimiz. Nafaqat Xorazm kuylarini, boshqa turk kuylarini, arman kuylarini surnayda ham qo'shnayda chalsa zo'r bo'ladi. Ko'pchilik san'atkorlar yo'nalishi bo'yicha boshqa mutaxassislikda tahsil oladilar, boshqa cholg'ularni o'rganadilar, lekin surnayni, boshqa milliy sozlarni qo'shimcha ravishda o'zini mehri bilan o'rganadilar. Sizda qanday bo'lgan? Surnayga o'zingiz mehr berib o'rganganmisiz? Endi men ham to'g'risi yosh paytda shu qo'shiq bilan shug'ullanganman, lekin ashulachi bo'lgansiz. Shu ashulaga qizib, shu bilim yurtiga kelganmiz. Lekin baribir biz shu Xorazmda o'sgandan keyin uyimizda Xivada qo'shnimiz bor edi, Jummi Dagadak degan. U maskaravozlar bilan kelardi, uyida 2-3 kun qolardi. Men shu devordan qarab o'tirsam, shu surnay turardi. Bular kimlar ekan? Ki surnay chalinganda baribir qiziqardimda, bu surnay qanday chalinar ekan deb, shundan ichimizga kirib qolganda shu narsa qiziqish. Yana shu tog'alarimiz ham muzikachi bo'lgandan keyin shunga qiziqib ketganmizda surnayga. Chunki baribir surnayni ovozi insonning ichiga kirib ketadi. Chunki surnay chalinganda baribir hamma odam shu surnay chalingan tomonga qaraydi. Insonga bir ruh bag'ishlaydi, insonga bir
aytadiki ota bobolardan bu jon bag'ishlaydi deb xursandchilik olib ketadigan asbob bu surnay chalg'usi. Aytib o'tib ketdingiz, ashula yo'nalishida qiziqishim bo'lgan deb. Ozmoz xirgoyi qilib turasizmi? Ashula aytib turasizmi? Men shu paytda rahmatli Otajon Xudoshkurovni qo'shig'ini, O'ktam Ahmedovlarning qo'shig'ini aytib berardim. Shunday bir qo'shiq bor edi. Gal tez gelay. Otajon akani gal tez gelay, bitsin bu g'urbat. Gal tez gelay, bitsin bu g'urbat degan qo'shiqlarni aytardim. Yana shunday yangi bir qo'shiqlar bor. Osmondan najot geldi, Xudodan xabar geldi. Osmondan najot geldi, Xudodan xabar geldi. İnsanlarning qalbına yarqillagan nur geldi. Osmondan najot geldi, Xudodan xabar geldi. İnsanlarning qalbına yarqillagan nur geldi. Surnay çalg'usi nafaqat Xorazmda, Toshkent, Farg'ona yo'llarida ham surnay chalinadi. Biz Toshkentlarda ham surnay chalganmiz, to'ylarda, marosimlarda, tadbirlarda. Shuning uchun bugun yana aytmoqchimanki, bu surnaychilar davrasi yana kengayishini xohlaymiz. Nafaqat mana shu Xorazmda, masalan Turkiyada, Armanistonda, Hindistonda ham surnaychilar bor. Yaqinda mana Xitoydan keldi surnaychilar, ular bilan suhbat qildik. Shu bir-birimiz bilan gaplashib, ulardan o'rganib, ular bizlardan o'rganib, chunki bizlarda Xorazmda ham surnaychilardan o'rganadigan narsalar ko'p. Bizda bir shunday sir borki, bizlar Xorazmda surnayni dam olmasdan, sipnoy dixana deb aytiladi. Dam olmasdan bir kuyni bir sipnoy dixanada chalinadi. Ular masalan chetlarga borganda, gastrolga borganda ular hayron qoldiradi. Masalan, ustozlarimiz mana Fayzullo usta, Yo'ldasha, Amona, Matrasulolar shu chet ellarda chiqqanda chet ellik shu odamlarni hayratda qoldirgan. Bizning Xorazmning surnaychilik yutuqlari mana shunda. Kuy masalan bir boshlangan narsa ma'lum bir qism bo'lgandan keyin yakunlanishi kerak. Shungacha uzviylik bo'lishi kerak. Puflama chalg'ulardan faqat shu surnay shu narsani, ayniqsa shu Xorazm ijro uslubi shu narsani aks ettirib biladi. Bir boshlangan qism oxirinda tugaladi. Oxirina borgandan keyin nafasni uzviyligi. O'zbek milliy musiqa chalg'uvchiligida juda ko'p soz chalg'uvlari mana avloddan avlodga o'tib targ'ibot bilan yetib kelyapti. Xorazmda juda ham urf bo'lgan, jozibador, ohangi ham yangroq sanalgan surnay chalg'usining targ'iboti, sir-sinoatlari va bugungi kundagi amaliyoti haqida fikr mulohazalar yuritdik. Navozindalarimizning fikrlaridan shuni angladikki, bugun bu soz, ustoz shogirdlik an'analari bilan yana avloddan avlodga o'tyapti va eng asosiysi ilmiy targ'ibotlarda tadqiqot qilinyapti. Surnay chalg'usini tinglagan kishida ruhiyat o'zgacha bo'ladi. Shuning uchun har bir xonadonda bu soz chalg'usining ohangi yangrab turishini istaymiz. Bayramlar, to'ylar, yaxshi kunlarimizning fayzi bo'lgan surnay navolari
doimo jozibador yangrasin. Bugungi ko'rsatuvimizni tayyorlashda yaqindan yordam ko'rsatgan Xonqa tumanidagi Qurbonboy temirchi fermer xo'jaligi a'zolariga, xususan tadbirkor Farhod Qurbonboyevga minnatdorchilik bildiramiz. Qo'shiq, musiqa hamisha barchangizga hamroh bo'lsin. Yanagi dasturlargacha deb qolamiz. Salomat bo'ling.